Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Telegram shaxsiy akkauntingizni qanday himoya qilish kerak va ulangan qurilmalarni tekshirish haqida gaplashamiz. Telegram akkauntingizni nastroyka bo'limida Active Session bo'limiga kirsangiz, bu joyda ulangan qurilmalar ketma-ketlikda kelib chiqadi. MacBook Pro M1 va Samsung Galaxy bu o'zimning shaxsiy qurilmalarim. Kompyuterim va telefonim. Agar qo'shimcha qurilma ulangan bo'lsa, mana shu joyda ketma-ketlikda chiqadi. Shu orqali ulangan qurilmani tekshirishingiz mumkin. Agar biror qurilmani chiqarib tashlamoqchi bo'lsangiz, o'sha modelning ustiga bosasiz va mana bu joyda qizil bilan belgilangan. Shuni bosish orqali o'sha qurilmani yakunlashingiz mumkin. Xo'p, endi bunday ulanib olishni oldini olish uchun nima qilish kerak? Nastroyka bo'limida Privacy and Security shu bo'limga kiramiz. Agar rus tilida bo'lsa, Zashita himoya bo'limiga kiramiz. Va bu joyda birinchida two step verification, ya'ni ikki bosqichli himoya qilish, ya'ni shu narsani yoqishimiz kerak. Xo'p, buni ustiga bosamiz va set additional password, ya'ni kod kiritishimiz kerak. Hozir men o'zimni kodimni kiritaman va next tugmasini bosamiz va kodni ikkinchi marta ham kiritish kerak. Va next tugmasini bosamiz. Kod asosan harflar va raqamlardan iborat bo'lsa yaxshi, ya'ni boshqa odam taxminan topa olmasligi kerak. Va next tugmasini bosamiz va bu joyga birorta eslatma yozishimiz mumkin. Ya'ni kod keyinchalik ham o'zimiz kirmoqchi bo'lsak, esimizdan chiqib qolgan taqdirda shu orqali, ya'ni mening oilam, ya'ni shu oilamga aloqasi bor ism yoki raqam, birorta eslatma sifatida shuni yozdim va next tugmasini bosamiz. Va bu joyga email kiritishimiz kerak. Email nimaga? Agar kodni mutlaqo esdan chiqarib qo'ygan taqdirimizda email orqali ochishimiz mumkin. Va men shaxsiy emailimni hozir bu joyga kiritaman. .com va next tugmasini bosamiz va emailimizga kod keladi. Kodni kiritamiz va next tugmasini bosamiz va galochka berdi. Ya'ni ikki bosqichli kod qo'yildi. Endilikda akkauntimizga kimdir kirmoqchi bo'lsa, faqat SMS kod orqali kira olmaydi. Ya'ni SMS koddan keyin ikkinchi kodni so'raydi. Bu shu orqali akkauntimizni himoya qilamiz. Xo'p, endi akkauntimizga har xil profillardan APK fayllar, shunga o'xshagan buzish uchun narsalar jo'natilishi mumkin. Buni oldini qanday olamiz? Ya'ni nastroyka himoya, Privacy and Security bo'limdan phone number, asosan phone number my contact bo'lish kerak. Agar everybody bo'lsa, sizga hamma xabar jo'natish mumkin. My contact bo'lsa, ya'ni sizni kontaktingizdagi odamlar faqat jo'nata oladi. Agar nobody qilsangiz, sizning nomeringiz hech kimda ko'rinmaydi, akkauntingiz faqat siz saqlanib qilgan odamlargina sizga xabar jo'natishi mumkin. Menda my contact udobniy, ya'ni o'zim saqlanib qilgan kontaktlarim menga xabar jo'natishi mumkin. Shu orqali sizga har xil APK fayllar kelishini oldini olish mumkin. Xo'p, ikkinchisi mana bu joyda gruppalardan himoya qilish, turli xil gruppalarga qo'shib qo'yish orqali ham sizga har xil fayllar kelishi mumkin. Buni nobody qilsak bo'ladi. Shu orqali turli xil sotuv kanallar, продажа, shunga o'xshagan chatlarga qo'shib qo'yishlar, shu narsalarni yopib qo'ysangiz bo'ladi. Va nobody qilsak, hech kim bizni qo'sha olmaydi. Agar my contact qilsak, faqat kontaktimizdagi odamlar qo'shishi mumkin. Va shu orqali akkauntimizni 80-90% ga himoya qildik. Va endilikda Telegramni qanday delete account qilish, keyingi videolarimizda shu haqida tushuntirib boraman. Agar sizga foydali bo'lib turgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.